Vay, külmegin eve. Eder olmaydıgan yağaç kulaklar. Her kaçtığım şeyde oturup geldi, yıldız tatıp. Siz gideceğse. Ben erteden başlayıp sakalını koyu deyimkin deyme. Sile iman bosla, ben mezun bolsam altın müzikke yakıt göz koygandek iş olattı. Hey! Ben her kaysağını düzeymen davasam, bir yerde oturuşup, çıkışıp, tamam bitmişsen ko, ha? Pülvere? Yok. Sen pülvere? Yok. İşkilin unutulu bir. İşkilin benim özüşümde kalamaysa, körem ben otsa, ha? Hamile bir günü, ben özümde gözetmediğim bolsam, kat to'xtatib ol. Balam. Ol. So'ranglar. Yerim var. Eğer ben âli mektepte okul kalgan bolsam, âli mektepte bitirmey turupla ağlım bolup ketetdim cumum. Ben albaydım. Şunu işkili xatizm kaçı tamkınızı bir etken bolsanız, men bir başlık olup ketken bolsam. Sen kaçanlıcı olduruşka konuşka dep sürüyüverse, ha? Obdan oldu mu? Emdi çöle. Sara. Nege mandın? Özünç sen meni hiç kılanmaydı dep oylap kaldın ama senin olsa men etdegenden keçkiçe sırtkımı çıkmay koyunga helep etip yanında otarsam bulam te. Oy. Nime dağıtıdım ağı? Bilip koy. Men degen bağı adetki adam emas. Men sendek adam boluşni xalamayman. Men degen istiqbalım parlaq jigit. Men hergizmi yaşlıq baharımni san oxşaş aşı itizlikten nabut kılıtışni xalamayman. Mening kalbimge pükken neni güzel arzularim var. Toxtağına. Toxta. Balam, sana yana nim bo'ldi? Apa, sen ma dadama bir gap qo'yg'ina. Doim mening ko'zimga kirib oladi deyman. Balam, bu degan sening dadangchimi? Bizning ko'nglimizni aramida qo'ysang bo'lmamdi, ha? Ya o'ylab qo'yaylik desak, uning xo'nimisan? Ma gapni, men sizlarni bir o'ylab qo'yinglar dedim-mi, ha? Ya Allah, balam qo'yg'ina bundan git. Men bag'u apa, o'z armonlarim ustida izinib o'taman. Nima deb yo'qolgan gapni qilib odamni beshni og'ritmanglar. Bo'ldi, az gap Apa, qilma. men bag'u hozir Saidli qarinnikiga bormasam bo'lmaydi deyman. Dada, men Saidli qarinnikiga ketdim, ha? Apa, men Saidli qarinnikiga ketdim emsa, ha? Toxta. Nega boraman dedim? Mush atdan olan qarni zapiramsan? Yaqin gitma qarama. Men degan etizli kalidek ishlaydigan odam emas. Men degan o'sik tegishlik odam. Hamma yerda mening talantim ustida gap bo'lib olsa, sizlarning ko'zinglarga qarab qachongacha yashayman, ha? Apa, men Saidli qarinnikiga ketdim. Xo'sh. Hay, to'xta. to'xta deyman. Akbar. Ya Allah. Ya Allah. Qandaqmi qilamiz? Dadisi, qandaqmi qilishamiz? O ya gapimizni anglamasa, qandaq qilamiz? Assalomu alaykum, qarika. Va alaykum assalom. Obdan tuqallar, ha? Pekir, mundaq bir ish bilan kelishim. Men kichik vaqtimda sizdan ta'lim olgan, endi sizdan ilm olaymiki deb kelib edim. Ilm degan bebaho go'har. Mening ilm ilishga maqsadim bu, nadonlarni uyg'otishdan iborat.
Men alaydan bu yerga sizlarni ustoz tutquli keldim. Men atidan boshlab soqolni qo'yib deymikin deyman. Sizlar imom bo'lsa, men ma'zum bo'lsam, oltin uzukka yaqut ko'z qo'ygandek ish bo'ladi. Shunga men janobilardan ilm tahsil qilib, ashu bilimim bilan xalqning beshiga soyman bo'lsam, u chaqda baxt bizga keng quchoq ochmamdi. Kentimizgilarning turmushi kundan kunga yaxshilanmamdi. Sizda chatoq yo'qdi, ha? Sizda chatoq bo'lmasa, menda faqat chatoq yo'q. Ay, Seydul Karim, sizlar to'liq xiyolni suravermang, oldidan kitobni asla vaqtni bekor o'tkazib etmayli. Kitobni ochmislar, vaqtni bekor o'tkazib etganlik nodonlikning ifodasi. Qani kitobni asla. Biz darhol ilm tahsil qilaylik, kitobni asla. Seydul Karim. Ma'qul. Asla. Qarga, qani, maqsad. Mehmonlar saqlab qoldi deyman. Mazda qilib tezroq ma'mamlar. Ma'mamlar, maqsad. Voy, mehmonlarmi kelib emasmi? Assalomu alaykum. Va alaykum. Assalom. Assalom. Qani. Voy, qo'zg'alishimiz. O'tirib bersizlar. Qani. Shukr sizlar. Kesler. Qani. Amin. Amin. Allah akbar. Qani. Qadixon, qarikamga choy, ha? Qani piyola. Asla. Qani og'ash o'tirsizlar. Qarka. Sizlar. Asla. Oy, navas o'qay. Mana. Asla. Qani mazalardan og'ash. Tatmaymiz, qarqan. Asla. Somsini chiqinglar. Isla. Qani somsida yilishsizlar. Xo'sh. Qani yilishsizlar. Qarka, qani asla, ha? Biz qo'saq xemizli bo'lmay, ancha-muncha paranglashib o'tiraylik. Men qarkamdan, balachig'imdan tatiblar bilim tahsil qilib kelyapman. Ham so'rovlarda xalqqa vaz aytib kelyapman. Bu qarkamning shafoatidan bo'lgan, hozir bizning yoshlarimiz buzilib. Odamlarimiz intayin g'aybat qo'yib ketdi. Shu emasmi? Anlasam, yalaqi yuqoqi maldagi patpuchuq, tövenki maldagi salitazning qulqini gachchida qilib ishlabaptimish. Mana qandaq jamiyatda bor-ku, mana mushunda ishlarmi yo'q emas-shumi? Ya Allah. Haras, bizning hozirgi mushu qiz ayollarimiz, erlarimizni besib tushib, haroq tamoqiga hujumni qaytadan boshlabdimish. Nemishqa choy ichmaydi ular? Bekadimga haroqsi bo'lamda, nima deb tamoq chigidi? Qarab turib ayollar tamoq chekib olsa, erlar nima chekidi, ha? Anglasam bu yil yozda Urumchida yana uzum pishibdimish. Tova. Kichigimdan tortib hozirgacha men mushu qorikamdan ilm tahsil qilib kelyapman. Buningga Mazna xonimmi o'zi guvoh bo'lib olaydi. Shuning uchun men uzil demay, cho'qim ilm tahsil qilishim kerak. Oye, o şeytan.
Nega vading bolam? Men çok qarapa, Saydul qorim bilan xalqqa va'z aytib keldim. Pishibdi, ha? Bunun içinde kurt vardı sanmamdı, ha? Voy, bolam, bo'ldilar. Dadam qani? Dadang etizliqqa ketdi. Sen berib qarishpasan bo'pti-kan, bolam. Shu tag'na apa. Mo'siz yalan yoq degan gapni anglamaganmisan? Mening bu dadamcha ya bir qo'lidan ish keladigan yurtning kattasi bo'lamidi? Ya bir bunda bir puli bor, millionlar bo'lamidi? Mening shvoqo apa, bunda dadini baqqandan eng yaxshisi baqmaganimiz sizlik. Voy, qara mening davatgan gapini. Voy. Men baqo apa, mushu butun elgi tonilman. Hamma odam meni voy deydigan bo'ladi. Voy jinim bolam. To'v deb singan neningni yigina, yana nega tunilmoqchi? Apa, men jahonga butkul dunyoga tonilman. Men xalqni o'ngshimsam zodi bo'lmaydi. Voy bolam, xalqni o'ngshayman degicha, beshongni o'ngshab qo'ysam, avu, ay go'zal degan qiz. Shundoq chiroyli, pokiz bola bo'pti. U vaqtda senmi xotirjam, menmi xotirjam bo'laman emasmi? Sen nima o'yda, men nima ko'yda jinim bolam? Qandoq deysan? Qara, uning paxlanda. Paxlanda ko'zma uni so'yib yemdim apa, ha? Sening shu kallangni azroq chataqchimi? Men sening kallangni o'ngshimsam bo'lmag'idek. O'zingni bilsa o'zing o'ngshib ol. Voy, Nada yo'q gapni qilib edim. ma balani. Voy, tazmi bir qiziq bol. Ma balaning davatgan gapini. Assalomu alaykum qarika. Va alaykum assalom. Aka, o'ta. Amin. Amin. Allohu akbar. Sen nemish bilan kelganding? Qo'rqmasa qarika. Sizlar degan mana mening nazarim tushgan zot. Özleri meni ko'rib turiblar. Dadamning tumig'i, dadamning yaktiki, dadamning ishtini, bu mening mazmun bo'lishimning oldingi sharti. Sizlar meni qatchida jamoatning oldiga olib borib, hozirdan boshlab mazmun bo'lganligimni bir jakolib esla. Juslar, qopsa. Nimalarni deydigan sen bolam? Bu mazmun deganni bo'laman deb bo'lib oladigan ishmi deyman? Bolam, boshqa ishga chaqchaq qilsangmi, mayli. Lekin mavi ishga chaqchaq qilsang bo'lmaydi. Ay qarika, sizlar obdaroq o'ylab baqsizlar. Men mazmun bo'lmasam, mening o'rnimda kimni mazmunlik qila oladi deyman, ha? Qopsa. Astagfirullah, nima deydigan bu bola? O'tag'ini. Qopsa. Qopsa. Ma'qul. Mana. Qopsa. Ma'qul. Ma'qul deyman. Aldirma, qilichimni kiyib olay. Ma'butlar keyslar. Ma'qul. Ma'qul deyman. Sizlar shu Voy. Qarika, bu sizlar yana bu yerda turib oliblar-ku, ha? Ma'qul. Ras. Taratlar bor-da. Tarat bo'lmamdu deyman. Nima deydigan? Unda o'zi yaxshi, ma'qul. Meni nima gapirsan? Mashit ko'ramiz, ma'qul. Jamoatni oldiga borsa bo'lmaydi. Mening mazmun bo'lganligimni cho'qim bilgan jakolib aytmasa, mening kechacha uyqum kelmaydi. Ma'qul. Qara. Ishni men taqib dey. Muhtaram jamoatlar, tasdiqni beqishibsizlar. Qani. Marhamat. Hurmatli jamoat. Bugun men sizlarni shundoqla sohibxonni avor qilib
Sizlarni bu yerga yig'ishimlik sabab bilim berguvchi dono ustozim Saidul qorim bilan mening sizlarga deydigan ikki kalima so'zim bor. Men fanniy maktabda xili ko'p o'qigan. Hozir bo'lsa ustozim Saidul qorikamdan ta'lim olib kelyapman. Hozir xalq ilmga, madaniyatga tashna. Buning uchun yana bizdek bilimlik, talantli kishilarga muhtoj. Hozir kishilar gunohdan yanmaydigan, hadislar g'ayva shikoyat qiladigan bo'lib ketdi. Shu bularni tuzish uchun el jamoatga hidoyat yo'lini ko'rsatib beradigan mana menga o'xshash bir odam kerak. Hay, balam, bo'ldi. Ay dada, sen ansirmigina? Men jamoatga foydali savob ish qilmoqchi bo'layapman. Qadrli el jamoat, hozir ko'rib turibsizlar, Mazna xonim qirib qoldi. Uning ustiga bu odamning ovozi burunqidek zil chiqmaydi. Mazmun bo'lgan odamning ovozi cho'qim yangroq bo'lishi kerak. O bola nima deydiganda? Yap yosh turiblar. Kallasdan ketdimi nima? Shuni bizdek yoshlar uning izida besishimiz kerak. Bu degan islohot davri. Hamma yerda yoshlashtirish ilib berilyapsa, biz qarab turamdoq, ha? Bu mazmunning o'rniga cho'qim men mazmun bo'lishim kerak. Osan ola shu mazillikni. Hay, Mazna xonim. Hay. Shu ko'tag'ana dada, to'g'ri qildi. Ketaversin. Xotirjam ketaversin. Mazna xonim. To'xtab tursa. Hay dada, jim o'tag'ana. Mushu balning gapining biroz asosi bor. Endi el jamoat mening mazlikni qanday qildiganligimni bir ko'rib qo'ysin. Men qorikamdan ko'p ilm ilib mazlik shartini hozirlab bo'lgan odamman, ha? Qani, endi tamoq yeysizlar. Alali, ha? Dada. Qo'pa. G'aflat uyqusatgan odamning nasibasi deyman, qo'pa. Namoz vaqti o'tib ketmasin, bo'lmasa odamning bo'yniga shayton minib oladi. Chopsin, qo'pa. Nima deding? Qo'p deyman. Namozga chiqmasak bo'lmaydi, qo'pa. Voy, qo'pa. Namoz olmaganda, tag'a. Aytgandi voy. Qo'pa. Voy. Namoz vaqti bo'lmabdi, tag'a. Yerim kechidalarni o'g'itib. Hey, qanday degan gap bor? Lo'li qo'ymay. Ay. Allahu akbar. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayye alassalat. Hayye alassalat. Hayye alal falat. Hayye alal falat. Allahu ekber. Eğer alıcağının karşı kendi bu. Allahu ekber. Ekber o'zicha mazin bo'labilib yerim kechida azon etgan nemasi. Dadisi bo'lgan odam gap qilmamdiganda yoki u bolasining bu ishidan xushal bo'lamdiganda. Mazna xonim, nima shop ketdi bu? Mende nima amal? Gap qilsaq gap anglamasa, texe menden cho'ng so'zlaydi. Bu ishni qanday qilib amdi? Texe tartavami deydi. O'zining tartavami, ha? İmam Ağunum, bu işini özleri hal qilmislari bo'lmadi. Nadimi yerim kechida qopib namoz o'qiydigan ish bor deylar, ha? Dadisi bechorami xijil bo'lib masjidga chiqolmayotdi.
Onu qo'yib bersak, 4 kunda masjidni ostin ustin qilib o'tadigan o'xshaydi. Hay. Bu ishni Xudo o'zi tuzimisa, hay. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Tarat elevaqaslar. Tartan bam. Ele olaylı Cuma. Ele olaylı. Ma'qul. Mana. Çeksem tükümeydi. Allah ya Allah. Kudanın Allah. Allah ya Allah. Kudanın Tutaştıra. Ma çekişleri bomba de. Bomba de. Ma çekişleri bomba de. Bomba de. Ha, kesle. Bir tatarım. Bana da. Yaxşı, Ma buldu. Buldu. Ha, sana geldi, ala. Bu adam bo'lmaydiganlar. Hey! Men har qaysini tuzayman da'vatsam, bu yerda o'tirishib, chekishib, pamab ketibsan-ku, ha? Har qaysining holi shu tursa, men sizlarni qanday o'shayman? Mani yana chekib o'tag'ini, qijilanmaydigan, izohlatmaydigan, odam bo'lmaydigan. Akil ham meningni o'tama. Estağfurullah. Sen çıkışı. Bana çıkışı. O kalvala, sarangla. Bana ya. Ne görmez. Çekiyor öyle. Ekber balam, tamağını ısık diyevağına canım balam. Nemini oylavatıdığan sen? Qapa, anlasam şehirde bazı kızlar erler otağın sorunda yendi oturup arak şişpese pul alamış. Şu kızlar mı kim? Gidiyordu o he? Belki şundaktı balam. Ala balam, işanı ısık diyevağ. Terbiye olsun he. Balam, ha. Ala balam, al. Oy, ne görse? Ben terbiye olayım. Ye.
Gündün kuniga egirishib ketyotdi. To'yni quvog'ich sog'-salomat turib bas bo'ladi. Qandaqmi qilamiz? Qandaqmi qilamiz? Yuraklarim ezilib ketyotdi. Ay Xudoyim. Anlasam, Ekber öyle qondaq yasabıptımış. Keçit şu qondaq chiqib, azan dolab chiqadi ekan danglar. Alamet geldi de. Mekanda tapanmagandaki keçit sıkıştırdı da. Geldi Cuma geldi. Alamet geldi. Qaranglar. O kelyapti. Cinning gapini qilsa jini kelyapti. Oxirgi zamon bo'ldimi deymi? Voy, shu. Uni bir qilmaylimi? Bizim bazlar otuzu. Hey, her qaysingning qiladigan bir boshqa ishlaring yo'qmi? Ha? Men nima o'yda, har qaysing nima ko'yda? Ha? Birdam qarsan nishchi qilayotgan. Birdam qarsa qamar o'ynayotgan. Yana birdam qarsa elqi ayishil jumlaqlashlarni bir-biriga so'qashtirib o'ynayotgan. Hozir ma jahonda nima ishlar bo'ladi? Ha? Amerikada nima ish bo'ldi? Yaponiyada nima ish bo'ldi bilshamsa? Ha? Voy, kulmagina. Adam bo'lmaydigan yag'och quloqlar. Har qaysing mishada o'tirib, yadi, yildiz tortib. Siz ketchasi. Qarab turib, mening gapimni anglamayotqinni? To'xtab turish. Hamri bir kuni gapimni anglatadigan qilman-ku. Mangina. Hey, her qaysingga men kunda davramdiman, ha? Her qaysing bu yerda haroq ichib, ha? Naqsh o'qib, o'ltog'icha uyingga o'rib, kitob o'qishdan olmamda. Her qaysingga ichinyapman, faqatlik gap anglashmaydigan nima ekansa. Bilim alisang, her qaysing osmonda uchsa, ha? Bilim ilishmasang, qadixonning eshigida kechkicha tag'ani ko'tarib yurishaversa, anglashdingmi? O hamoqat saranglar. Her qaysing ilmning nimaligini bilishmay, xuddi qilib yo'q kesakdek o'tirsa. Her qaysing nimani bilishsa, ha? Kun chiqqandan tortib, kun patqicha mishada haroq ichib, o'ng ta'tir gaplarni qilib, haqning g'aybatini qilib, nima yaxshi kunni ko'rchasa, o'zi qililla. Degandan beri shuncha gap qilsam, hech qaysing mitmi qilishmaysan, ha? Men sen hamoqatlarga gap qilyapman. Ma o sarang beshimizni og'ir deb yana paydo bo'lib qoldi-ku. Kimni sarang da'vatsa? Sarang, o'zing sarang, qalva, tut. Buni bir adablaydigan chog'mi kep qoldi. Meni adablamsa, meni adabligicha o'zingni adabla. Bir-biringni adabla. Adablayman deydi. To'xtab turish. Har qaysingga hamini bir kuni o'zimni bir ko'sib qo'yman-ku.
Yana birdan so'zligini haqini ha. Nima deb so'zlamaydi ekanman, ha? Sana benim küçük etmemden, ha? Sana sözlemesem kimi sözleyme? Ben So'zligini haqini. Oy! Adam var mı? Oy! Mana. Yana söyle. Adam var mı? Beni boşuna vuracaksın. Boşuna vuracaksın. Başla geldi. Kaçana. Bulu. Ha kilişmemse. Nime kaçışsa. Yaman basan kilişe. Ha. Endi men her kaysağını edepleyme. Qani. Kent başlığı, özdürü bilirler. Bu yüzden sıradan başka yölenginek adımımız yok. Şun. Benim yana ayrım ko'nglim bor. Elden elgilab deyishiyor emasmi? Qandoq dedim, ha? Hali qishni unutib qolmasizlar, ha? Bo'ladi, chatoq yo'q. Bo'ladi. Shun. Ish bo'lsa istab kelsam bo'laveradi. O'zim to'g'ridan qandoq ish bo'lsa o'z vaqtida to'g'ridan, ha? Sen xotirjam bo'lib mingayver, ha? Ana shunday qo'shsin, ha? Qo'shaversa Ahmad. Rost, hiliqi Beliq ko'liga atlardan bir suv boshlig'i bo'larmi? Sana dedim-ku, xotirjam ketaver. Ha? Baqilamisan, shunday bo'lsin. Xotirjam ketaver. Kent boshlig'i har qanday ishni qila oladi. Sen buningda xotirjam bo'lsang bo'ladi. Ma'qul. Xotirjam bo'l. Ma'qul. Lekin shu dehqonlar palani suv boshlab ketdi desa, yana shu gapni qiladi ekansan. Men boyada sen xotirjam bo'lmamsa, ishtiron bo'lsa, uyimga kelaver. Ishlarni hammani to'g'rilaveramiz. Ha? Buningda sen xotirjam bo'l. Men dedim-ku. Rahmat. Baqilamisan, shunday bo'lsin. Xo'sh. Ketaveramisan. Xo'sh. Ma'qul. Bo'ldi. Xo'sh. Ma'qulamsan. Xo'sh. Xo'sh. Çocağını yesin. Kimsen? To'xtanaymi? Asta. Kaynimga qarab qopdim, ha? Kent boshlig'i. Asta. Kim? Kent boshlig'i men. Kent boshlig'i. Yemish. Akbar degan sarang bizning gapimizni anglab qolgan Qaysi Akbar? Al Salih qorningchi. Hey, bilmamdim uni. Hamma yani oylab yuradigan sarang tursa, menga berib o'g'ida menga. Mang. Ma'qul. Ma'qul. Oy canım balam. Oy canım balam, meni onda qo'rqitmag'ina. Ha, canım balam. Akila, men surtib qo'yay. Bo'ldi apa. Ma'qul. Men jigar akray. Canım balam, men qanday Men qilay? qara apa. O bengiler beni urib oldim, tilib oldim deb aldırıp qo'shib ketishmisin. Aman bir kuni saqayga vaqtimda ularning adibini vermaydigan bo'lsam. Bo'ldi balam, bo'ldi. Onda kuchime. Yüzüng jigarni chaplab qo'ysam, yuzingdagi ishqnadi. Bo'ldi qila apa. Onda qilma, yuzingga chaplab qo'yay, jinim balam. Voy, onda qilmag'ina balam. Men qo'shib ketay. Nima qilatding, jinim balam, shu askilar bilan tang bo'lib? O'zingni o'ylasang bo'lmamdi. Qara, uyda o'ltirgan bo'lsang, mush ishmi yo'q, jinim balam. Voy. Apa, men endi mahzun bo'lmaymikin deyman. Voy jinim balam, hajab esil gap qilding. Endi aqlingga kelsan. Hajab qo'shib ketyapman jinim balam. Asta tura. Endi uyda jim o'tirib, dadangga qarashib, qara, xotirjam bo'lsak, chiroyli to'yingni qilib qo'yamiz. Qandoq deysan jinim balam?
Ertadan başlap kent başlığı olayım ki. Nima deydigandi ma bala? Apa, endi men ertadan başlap herkes mezun bo'lmayman. Mezun bo'lsa, hech kim uning gapini anglamaydi ekan. Lekin kent başlığının gapini hamma odam anglaydi ekan. Kent başlığı nima desa, shuni qiladi ekan. Hamma odam kent başlığından qo'rqadi ekan. Shunga men mezun bo'lmay kent başlığı bo'laymi ekan deyman. Agar men kent başlığı bo'lib qolsam, herkes xiyonat qilmayman, paramayman, xalqning g'amini qilaman. Shunga men cho'qim yaxshi kent başlığı bo'la olayman. Voy jinim balam, qanday bo'lib bu xiyolga kelib qolding? Ale. Men kent başlığı olmasam zadi bo'lmag'idek. Tuta. Voy, bu ishdan tutsin. Asta. Men cho'pa, mazlikdan jaq to'ydim. Yana qirmazim mazlikini qilaversin. Men kent başlığı bo'lgandan keyin bugun meni o'g'on heliqi hamdam xiyol bangilarning adibini rasa berib, o'zimning qandaligini ko'rsatib qo'yaman. Voy jinim balam, xalqning ishiga aralashmasang bo'lmamdi, ha? Apa, sen tarat elib olgansan, ha? Voy. Kent başlığı huquqini nemishqa menga o'xshash iqtidorli odamlar tutmaydi. Bu zaten uchun. Qog'ini a'tiborli qush bo'ldigina. Ha, pul topolmaydigan etizimandinglar. Sen kent başlıqını ağılmangdı. Ota-ona japa tatib yursa, sen mushundaq cho'jalamagan sadak yuraveramsan, ha? Ishona qilma. İştigenichi, biz sana o'xshash taqa ko'tarib qilmaymiz. Zamonaviy uskuna bilan qilamiz. Har qaysi mening nima o'ylayotganligimni bilishamsa, ha? Buni bilishmaysa, cho'qim bilishmaysa, nima u ishlarni tizgicha turilib qilgan ishning tayini yo'q. Chet eldichi mingmo yana bir dehqon mashina bilan teriydi ekan. Men shunday qilaman. Ey, sen bağı kötek arısı toşkan tutumen demek. Berip işini kıla bana. Vay, manga ve özün işini qilgani har qaysiga tushundigan ama foydasi yo'q. Sara Sarang oltin oltin. dema. Bana. Ate. Dolama. Tate qulungni, siyah. Yok. Ate. Gel. Ekber qari. Çıkın. Keltamsa. Tank edishimamdoq. Tank edishimamdoq. Har qaysing vaqon mashindaq o'ltirishsang, tank emas, ishak aronsima edishmaysa, bugun mening ishim aldirash. Bo'pti, men har qaysiga gap qilmay, men yezi boshlig'ini ko'rish bo'lib, kent boshlig'i bo'lgandan keyin andin har qaysining adibini berma. Men hozir nega borib bilishimsa, men bog'o yezi boshlig'ining ishxonasiga borman. Kent boshlig'ining ustidan arz qilaman. O'zim mush kentga kent boshlig'i bo'laman. Anglab qo'yish, mana men har qaysiga kent boshlig'i bo'laman. Voy işini kıla bana sarang. Meni sarang deb ketganda? U sarang. Vay mamma. Kelanglar oynaylar. Tika. Hele doğama, ha? Assalomu alaykum yezi boshlig'i. Muborak dinimiz yaxshi turayotganda? Yaxshi. Ha, o'tiring. Siz men. Siz biror ish bilan kelganmidingiz? Ha? Mundaq ishni qarang. Bu xalqning taqdiriga munosabatlik cho'ng bir ish. Hozir bizning o'yto'roq kentimizdagi dehqonlarning turmushi intayin nachar. Unisiga bizning kent boshlig'imiz ilgarigan qarqo'saq bir nima. U mush holiga qandaqmi bizning kentimizni boshqara oladi deymi, ha? Men bunga faqat chidamadim. Ukam, siz zada nima demoqchi? Demoqchi bo'lganim qarang. Bizning shu mahallamizdagi jamoat unimisam unimay meni ma'zin qilib saylab qo'ydi. Odam pek bilimli ko'p kelsa, hammasi odamning hurmatini qiladigan deyman. Ukam, gapingiz olsa chaqaraq ayting, mening tövanga tushadigan ishim bor.
Demakchi bo'g'inim, men mushu bizning kent boshlig'i bo'laymikin deyman. Endi bu qo'lingizdan keladigan ish. Siz ishkilik bir narsa sezib, qancha tamog'ingizni urib asingizlar, men bir boshliq olib kelsam deyman-ku. Siz qaysi maktabda o'qigan? Men elimizdagi to'liqsiz o'tir maktabni bitirgan. Uning ustiga mening dindimga xabarim bor. Qo'shbislik ta'lim olganman. Ba'zilar mening qobiliyatim qarab, yaqinlarini tutishib hayron qilishidi. Mening faqat oliy maktabda o'qimagan yerim bor. Agar men oliy maktabda o'qib qolgan bo'lsam, oliy maktabni bitirmay turib olim bo'lib ketdim, juma. Men aldiraydim. Shunga ishkili xatizib qancha tamog'ingizni urib etgan bo'lsangiz, men bir boshliq bo'lib ketgan bo'lsam, kentimizgilarni bir kun bo'lsa, yaxshi kuniga erishtirak deyman. Bular. Bo'ladi uka, biz o'ylashib ko'raylik. Hozircha qaytib turing, ha? Biz o'ylashib ko'raylik. Pek uzun o'ylashib ketasizmi? Ma'qul, emsi men saqlay. Men mangay. Xo'sh emsi. Men mangay. Bo'ldi, uzatma. O'ltirib qiling. Men mangdim emsi. Xo'sh. Anisi. Bu balının peşine oңlap koyamdık ya. Shunda qilsaqmi qilaylik dadisi. Bo'lmasa bu bala o'ng ta'tir so'zlab, o'zigimi, bizgimi ishtirib o'zimiz so'yadi. Shuni desizlar dadisi. Birli bola emasmi, ko'zi qarab cho'ng qilgan. Bir qizning peshini tutsa, o'ng'ishlab qolarmikin deyman dadisi. Shunda qilsaq bo'g'idek. Keldingmi bola? Kela, o'ltirg'in. Kela bolam, o'tir. Nega vading? Men nega vadim bilamsizlar, ha? Men yezi boshlig'ining ishxonasini berib qo'ygu, kent boshlig'imizga ustun arz qildim. Qanday? Men yomonmikanman, ha? Balam, unda qilsang bo'lmaydi. Dada, sen qachongacha uchmi pesh og'zimga cho'yishlab yuriysan, ha? Sen nima qilay deysan? Odamni orom xudo yashqili qo'ymay, ha? Nima? Sen qancha qilsangmi boshliq bo'lolmaysan. Nima deysan? Bo'lolmaysan. Sen qachongacha burningning uchini ko'rib yashaysan, ha? Mendagi iqtidorli odamni boshliq qilmaydigan kimkan u? Sen burunning uchini ko'ramaysan. Nima? Qanday ko'rdiganligimni ko'rib qo'yish. Men boshliq bo'lganda mening qandayligimni ondin bilsan. Men ketdim, ketdim. Hey, unda to'xtab tur. Mana bolani. Voy xudoyim. Apa, men boshliq bo'lsam, sen nima deyishsan? Voy, nima deydi xanduma bola? Nima dedi? Bana verip öyle kim bu sıcak çıkar? Bana. Siz buna bana. Salay korka. Oy salay korka. Bu yak çıksın. Kent başlığı çakırıyordu da. Anisi. Ha? Kent başlığı kepti. Salay karım. Haberleri bağ mı yok? Hoş. Senin oğulları Ekber. İlgirikin kep anlamaydıgan yağaç kulak adam baptı. Ha? O çukur tüven yüklep yürüp hem adamga meni yaman kipimni qipti. Men shundoq yaman odamman. Ishonmasanglar ma'nodan so'rab boqinglar. Xudo ashna qilib qolsa, qo'li tutib, oyaga opirib, o'zim bir taraf qilib yetaman juma. Sizlar yaxshi tarbiya qilinglar, ha? To'g'rimi? Bu qatim yana mushtaq qilib qolgan bo'lsa, Ondan tarbiya qiladi. Mana men
Özün taraf qilib yetaman, ha? Obdan tarbiya qilib qo'yinglar balanglarni, juma? Ha. Ha, ama shunday bo'lsin. Qo'sh. Qo'sh. Birdan o'tirib Bo'ldi. mamdan. Qo'sh. Qo'sh. Qapimiz. Mana. Mana. Bu yana işleri yürüttü Esma. Hey. Nasıl kirkiydi? Adam, sen benim eşimi topsalaydı mı sen? Sen nima o kent başlığının üstünden getirip yürüysen? Oynaşman erbab bilen, erbab sala herbab bilen degan gap. Nima deyapsiz da? Men ama o'zim uchun yashash huquqim bor. Yo'q, gapimni qilib odamning ko'ngli restida yuradi ekansizlar. Ist, sağdagi ashnalar. Nima dedin? Ha? Nima qilsizlar? Qo'rqadigan ishdan qo'rqmaydigan ishdan qo'rqib yurasizlar, ha? Shunga qara, sen o'mush bir chapini ish ko'rmay yuryapsan. Sizlar mendan ko'p narsa o'rganishinglar kerak. Nima deydi bu? Anlasam akşamlık tavukada taliyan ondan kep kaptı cuma. Top ve tağadı birini utmadık. Bəzi utturduğan gap, bəzi utturduğan gap. O'ltirib ketdinglar. Bo'pti. Hozircha ham shunday o'ltirib turinglar. Hammani bir kuni o'zim o'xshayman sizlarni. Ekbiraxu, nima mandinglar? Yezi boshlig'ining ishxonasiga. Agar kent boshlig'i bo'lib qolsanglar, bizga 10 ko'zinglar bilan qarab qo'yasizlar. Ha? Qanday? Baqilamiz. Xo'sh. O'ltiranglar. Nerede bir sarağını tutuyorlar. Paranın beli tepti dese. Shunda Qo'ying xo'smi? masalani. Bo'ldi endi. Bu qo'yinglar. Yezi boshlig'ining ishxonasiga bordik emasmi? Olimadiz o'sib qolsa, foydasi bo'lib qolarmiki deyman, ha? Assalomu alaykum, boshliq efendim. Ma'rif olsun. Tamakını çürüftün. İşkan tamak çıkışık bulmaydı. Aras, mening yiliqi ishim zodi qanday bo'lib ketdi? Hech bir xabar yo'q-a?
Ukam, siz de yaş, tecrübesiz. Başlık olaman deydiken siz, obdanroq öğrenişiniz gerek. Demek men kent başlık bulamayotganman da. Lekin hozir hamma yerda yoshlashtirish prinsipi yo'lga qo'yilyapti-ku. Ha? Ukam, bu çaqçaq qiladigan ish emas. Siz kent boshlig'i bo'laman deydikansiz, davomliq o'rganishingiz kerak. Kent boshlig'i bo'lish undaq o'ng'ay emas, ukam. Yaxshi. Rahmat sizga. Rahmat. Arz qilaman. Arz qilaman. Kent boshlig'ining ustidan. Yaxshi. Yaxshi. Bizni mushunda qiynavasa bo'lamdi, ha? Suv bermagili uzoq bo'lib ketdi. Shu. Suv bo'lmasa nima bilan teriqchilik qiladi, shundaqmi? Shuni deyman. Suv puli deb qancha qitim ep bo'ldi. Suv puli desa toza oladi. Qandoq gap bu? Qandoq bo'ladi? Ha? Shu. Mana kent boshlig'i o'zi chiqdi. Qanday gap bo'lsa o'ziga dangla. Ha, nim bo'ldi? Nazir o'g'anda yig'ilishyapsizlar-ku, ha? Kent boshlig'i, yerlarimiz qurib ketdi. Endi bir suv bo'lmasa, Shundaymi? Suv bo'lmasa nima bilan teriqchilik qiladi deyman. shuni deyman. Yerlar chaqchaq yerilib ketdi. Mamtiminkan suv bermagili uzoq bo'lib ketdi. Shu. Suv bo'lmasa biz dehqonlik qanday qilamiz, ha? Buning bir amalni qilsa bo'ladi. Shu emas bu. Suv bo'lmasa biz qandoqmi teriqchilik qilamiz? Tapaqsizlar. Qaysi suvni beraman? Qaysi suvni? Elimiz yilda 2 qitim suv beryapmiz. Ya osmondan yomg'ir yog'masa, amisa haqasangni etizig'i berib tukib beraman ya. Suvni amalni silqimizlar. Qanday qilamiz? Odam o'la suyagi chivindak paydo bo'lgan ekansa, ko'zimdan yo'qol. Mana, yo'qol. Yaxshi. Ma gapni ko'ring. Tova. Mabalning o'ltirishi qaranglar. Ancha-muncha qarshi pasang nima bo'ladi? Aman qaranglar, men ulug'vor ishdan tutish qilyapman. Sizlar menga to'sqinlik qilmasliginglar kerak. Ha, meni qo'llashinglar, menga madad berishinglar lozim. Ha? Partiya hozir bizga to'g'ri siyosat yaratib beryapti. Lekin men bizning kent boshlig'iga o'xshash bir qism nafsoniyatchilarimiz o'z nafsiga cho'q tortyapti. Sizlar shuni bilamsizlar, ha? Men kent boshlig'ini arz qilaman. Bo'lmaydi. Bu kent bog'i menga o'xshash bilimli odamdan boshqarishiga muhtoj. Oqmaydi. Nima oqmaydi? Jinim balam, undaq saranglik qilma. Men xo'shib ketay. Kim sarangkan? Sarang degan sen, sarang. Onisiga ushla gap qilaman. Men kent boshlig'ining ustidan arz qilaman. Men kent boshlig'ining o'rniga o'zim chiqmasam bo'lmaydi. Mening shu ulug'vor pullarim uchun shaharga yurishim kerak. Shaharga yurish uchun menga sizlar cho'qib pul berishinglar kerak. Pul ber. Pul yo'q. Pul yo'q. Apa, sen pul ber. Yo'q. Yaxshi, ish qilingni pul ber. Ishkiling mening o'sishimni xohlamaysizlar. Ko'rmayapsizlar, ha? Mana bir kuni men o'zimni ko'rsatmaydigan bo'lsam, xat to'xtatib turish olaman. Balam, So'ranglar. Qilma dema. Hey, to'xta. To'xta tur. Bu bola nima qilib yuradigan-da? Men qilgan ishni ko'raman. Bu bolaga nima qo'y kirganda endi? Hurmatli jamoat, mening sizlarga 2 kalima so'zim bor. Men shukurga yaramas, harxo'r kent boshlig'i ustidan arz qilmoqchi. Menga iqtisodiy jihatdan xalqinglarni keng ichayotgan bo'lsanglar, ey mo'min qarindoshlar, sizlarni deb shunday qilyapman. Bo'lmasa o'zimning ishimda yursam bo'laveradi. Sizlarga yurkim chidamaydi. Shunga sizlarmi meni ancha-muncha o'ylab qo'yinglar. Sizlar hozirgi davrni, o'zgarishlarni tushunamsizlar? Ha? Tushensanglar, alqininglarni ochmay faqirab turibsizlar-ku. Shunga menga ancha-muncha iyona qilinglar, ha? Sizlar mana qarab turibsizlar-ku, ha? Menga atqininglar bo'lsa, ancha-muncha iyona qilmamsizlar, ha? Menmo qaytib kelgandan keyin sizlarning g'iminglarni yeyman emasmi? Nima bilan deb ko'raysiz? Qani, menga atqininglar bo'lsa, ayimay chiqiraveringlar, ha? Menmo qaytib kelgandan keyin hargiz qarab turmayman. Sizlarmi atqininglar bo'lsa, ayimay jo'yliga o'tirdi-ku bu, ha? Nima deydi? Qaysinglar avvalga chiqirsizlar. Buni tushunmadim bu. Men baqqa turay. Sizlar nega borsizlar? To'xtanglar. Men sizlarning qiymanlarni yeyapsam, hammanglar ketyapsizlar-ku. Sarangni gapiga anglamay. Kim sarangkan? O'zing sarang. Tag'a, siz menga pul berasiz, ha? Tag'a?
Bana ilan kılasız? Tağa! Tağa! Ha. Boldular. Sizin ağınım gidek. Vay qandaq qilaman. Vay qandaq qilaman. Vay Xudoyim. Jiqqan pulimning birini qo'ymay ep ketibdi. Akbar qinisan. Akbar. Vaydan qandaq qilaman endi. Vay qandaq qilaman. Vay dadisi qinisile. Vay dadisi. Madamning o'ltirishini qaramamdigan. Av Akbar sanduqdagi jiqqan pullarimizni ep ketgan o'xshaydi. Sanduqda hech nima yo'q. Akbarning to'yga jiqqan pul. Şunun hammasini ep ketibdi. Voy qanday qilaman? Voy qanday qilaman? Endi qanday qilamiz? Uning to'yga jiqqan puldi. Birini qo'ymay hammani ketibdi. Voy dadasi bir amal qilsin-chi. Bu odamning o'ltirishini qaramamdigan. Voy Xudoyim qanday qilaman? Voy dadasi gap qilsin-chi. Osh bu odamning o'ltirishini qaramamdigan. Isib. Aga, shaharga. Oy, muallim. Muallim, siz meni tanımadınızmı? Rasli meni tanıyamadınızmı? Siz ahvalınız. Sizni hech bir meni tanıyamadın ne? Men sizden okuyucunuz, siz meni okutuşum durup meni tanıyamadınızmı? Ha? Akbarmisan? Ha, to'g'ri. Bir yak manga o'xshamamsan. Shaharga, shu bir arz ishi vaqti, musho kentchilarning xivini yeb bo'lmabdi. Qanday? Ulug' safarga. Ulug' safarga. Muallim, men hozir burunga o'xshamayman. Muallim, men mana musho qalamlarim bilan ancha-muncha she'rmi yozib qo'yaman. Boshqalar meni texi shoir deb maqtab ketishdi. Hozirgacha kichik bolalarga dars o'tamsiz? Shunday. Ma'lum bo'lmaqo oson ish, lekin uning o'zga tushliq jafosi bor. Bolalarning orasida kechgacha cho'g'lab yurib jafo chekadigan gap. Endi sizmi mening ancha-muncha foydamni ko'rasiz. Men shahardan kelgandan keyin ishingizni o'zim o'xshayman. Hozir ham ish bilan o'xshaydi. Hamma o'xshash ancha-muncha puli va boylardan tanishib qo'ygan yaxshi. Mening mo danglik boylardan tanishtirim bor. Mening Hasan Gazir deb bir og'inam bor. Kunda 7-8 tanga gazini tugitadi. Lekin o 20 xotni va 20-30 yerda uy va boylarmi kendimda yuradi. Ya'ni men Hasan Gazirga hech qaysini tanqimayman. Chunki Hasan Gazirning ancha-muncha insofi bor. Mashinaga kechib qolma yana. To'g'ri deysiz. Saytingizda cho'ray. Kechib qolib tasla qaptimi? Qanday ishingiz bo'lsa, men shahardan qaytib kelgandan o'zim o'xshayman. Balanda xo'shamsan. Meni bir. Meni. Ukam, qandoqroq? Birdan bo'lmagan. Doktorxonaga boraylik, ha? Doktorxonaga. Turma. Mening qalimim
qalamim yo'qtirdi. Ishki qalamim yo'qtirdi. Qalam degan ulug' narsa. Doktorxonaga boraylik. Yo'qolib ketsa, faqatla bo'lmaydi. Turing. Qalamim nega ketgandi? Qalamim nega tushib qolgandi? Doktorxonaga boraylik. Turing. Mening qalamim. Turing. Qalamim yo'qtirdi. Hey, o'ltirib turing. Tengib bo'lanmadim. Asla men mangmisam bo'lmaydi. O'zimning kichikkin og'riqim deb xalqning taqdiriga munosabatlik cho'ng ishlarni tashlab qo'ysam bo'lmaydi-da. Men hozir mangmisam bo'lmaydi. Ukam, xalqning taqdiriga munosabatlik zodi nemishdi, ha? Hozir vaqo qarang, bizning yezimizda bir qism nafsoniyatchilar ko'payib ketdi. Bularni men yuqoriga inkos qilmasam bo'lmaydi. Hozir kompartiya dehqonlarni beytimiz deb chaqiriq qilyapsa, ular dehqonlarni ishlab yesib bo'lamdi. Siz mushu chaqiriqlarni anglagan bo'g'idingiz. Ukam, siz qaysi yezidan keldingiz? Men Qo'rg'on to'g'roq yezidan. Qo'rg'on to'g'roq yezidan? Siz bilmaysiz qarang. Parxor kent boshlig'ining kasobatidan dehqonlarimizning ishlarini tizdan oshmayotdi. Shu men kent boshlig'ining ishlarini yuqoriga inkos qilib, uning adibini beraman. Siz cho'qim bilmaysiz. Mening deganlarimning hammasining o'ziga tushliq asosi bor. To'xtab turing ukam. Deganlaringizni yezib olay. Ukam, siz oldirmay uchiq deb bering. Men xotirlab olay. Siz hozir kimni tabotsiz? Bizning yuzimizda bir kent boshlig'i bor. O'zi pakar, rangi qop-qora. U nihoyatda Kent başlarının 3. üye. Yana ep qo'ygan joyi xayrimi bor? Yurib ko'rib boqaylik. Mamo kent başlarının üye. O'sha yezni Alloh seviga yetdi deb anglab kelib edim. Unda qamas taqlam deymi? Ba'zi dehqonlar o'rin. Qaranglar. U Akbar o. Ha, shu. Pokistonlikdek yasnamabdi o. Nim bo'lib olgandi u? Shundaymi? Endi u Pokistonlik bo'lib olib, ko'ni gilam og'ili kelmaganda, ha? Bizning uyda bir ko'ni gilam bor. Oldab setib ya. Bizning uyda bir ko'ni shirdoq botdi, shuni setib ya. Unimi deymiz, bunimi deymiz. O kitobni chiq o'qigan nima?
Anlasam, yaqında shaharga berib kepti. Cho'qim bir ishni tavirtib keldimi-ki? To'g'ri. Uning bizga salom qilmay o'tib ketganni. Buningdan keyin uning zitiga tegadigan gap qilishdan hazar aylasak bo'ldi. Balam, nega mandın? Man qara balam, şəhərgin berib gəldin, dənnimi obdan ilib aldın. Hazır dehqonchilikning yomon aldirash vaqti. Dadangga yordamlashib bersan bo'pti-kan, jinim balam. Apa, şəhərdə mən hamma başqalarla görüşdüm. Ular gelib meni kent başlığına saylaydigan bo'ldi. Meni hamma odam qo'llab olsa, sen o'ltirilib ushaq so'zlar ekansan. Uning ustiga men xalq bilan aralashmasam, xalqning orasiga cho'kmasam, men qandaqmi yaxshi rahbariy kadr bo'la olmayman deyman. Mushunchalik qoidani tushunmaydigan apa. Ay, bu topini so'rib o'tiraverdigan apa. Biz vaqo'mi shaharda pakiz kelib ko'rib qopdik. Ben top so'rib o'tdog'icha, sen men o'qiyamagan degan oliy maktabda sen bo'lsang o'qisam olmamdi, ha? Voy jinim balam, men qirib qolgan vaqtimda qandaq o'qiyman? Ay apa, bu o'g'inish degan bag'o yosh qirg'i baqmaydi. O'g'inish, yana o'g'inish degan gapni anglag'anmisan? Bu gapni kim degan bilamsan? Voy tangay balam, mushu mahalda gap topadiganlar yomonjiq shulardan birisi degandi, ha? Ay apa, buni vaqo mahaldagi gap topadiganlar degan gap emas. Bu gapni ulug' doimiz va ustozimiz Lelin degan gap. Lelin dedi degan. Sana bu gapni qachon degan bo'g'idi? Apa, bu gapni Lelin menga demagan. Lelinning gapini bizning o'qituvchimiz deb bergan. Men ketdimsa? Mundaq degan. Ya Allah. Balam, balduroq qaytib kelgin, ha? Men shahardagi boshliqlarning ishxonasiga borib, usibla kiraverdim. Ular mening dana gaplarimni anglab, og'izlari hinda ichilib qoldi. Yilqi boshliqlarchi meni mardona, yuraglik yigitkansiz dedi. Ya'ni ular bu masalani darhol ching tutib, siz hal qilamiz, siz xotirjam bo'ling, biz sizdagi yigitga muhtoj dedi. Haras, yilqi boshliqlarchi texi meni kent boshliq qilishdan sirt gazetlarda tashviq qildigan bo'ldi. Bu degan o'tni holam. Kent boshlig'ini ko'rdigan kunichi texi oldida umu mansibidan qoldirildi. Bundan sizlar hammanglar xabar topgansizlar, ha? Ma o ko'zoynakni bog'u shahardagi ilqi boshliq berdi. Bunda o'qarsa xatni yo'qon ko'rsatdi ekan. Ma tavuzni yemsizlar ya bo'ldimi? Bo'lmasa men buni anamga ag'ach ketay. Emsi men ketdim, ha? Xo'sh, bo'ldi. Uzatmanglar. Qilib qilinglar. Men ketdim. Xo'sh. Voy, quruq gap anglab o'tirgandan ishimni qilaychi. O'ltira. Avvalgi kitobni jiq o'qigan. Bundan keyin uning oldida qalaymiqan so'zimsak o'qidek juma. O'tganda uni masjidda urib qo'yibdik. Agar u kent boshliq bo'lib qolsa, bundan keyin uning tishiga tegmayli juma vallah, ha? Qanda dedi. To'g'ri. Uning tishiga tegmayli. Men olay. Qo'xtama. Akalar, astaroq tutar, ketmasin. Astaroq. Sapag'dan. Mana. Ajib o'xshabdi, ha? Ay, mantda. Ola. Ay, qizlar, qaranglar, Ekber kelyapti. Ekbermi? Voy, raskan. Qaranglar, o'sha kirib ajib boshqacha chiqdi. Uni chaqirib kel. Tamam, qilaylik. Qilsanglar, boqaylik. U nimdaydi? Sen chaqir. Ekber.
yaxshimisiz? Akbar, anlasak shaharga berib ketsiz. Shaharda qanday yangiliklar bor ekan? Şehirden okurlar. Yanlık belki 28 binalar var iken, bizim bir yerdek da öyle yok iken, ulanın hemesini hayli medeniyetlik, akız yürüdükken, İslam'ı çokum, akız medeniyetlik bulunlar. Senin de gelirler. Şu çağda yaşadı bunlar isler. Ben okşaş bunlar isler. Şehirde kızlar çıraylarken, lekin bazıları yanıla silahı yetmeyken. Bazı kızlar girim kıldı oktap yüzüge başka adamın sırtını sıvılıp bazı eynekten özünü tanıyamay apısını soraydı iken. Baldı. Rahmet. Şehirden yollarda bunda kıyırık yoktu. Oy Akbar, alayla bırak yana. Sizga nima bo'ldi dadisi? Akbar degan sarang pichoqni qildi. Nindaylar? Pichoq xotin. Sap-saq turmamdilar. Uyqularni uxlaslar, odamni qo'rqitma. Tushumganda. Tushumganda. Xotin. Boş Akbar degan sarang igis bas so'zlab meni bir nima qilatmasa? Xo'sh, u sarangning qo'ldan nemish keladi? Oğo şu. Şundak bo'lsa-mu ehtiyot qilgan tuzuk. Tilning biror til tutuqlari yo'qdi. Uyqularni uxlaslar. Oğo şu. Kerit başlığı cacısını yedi. Ben kaçanışmışlar jüriyi hemen. Önce kent başlığı kıp sayılmaydı. Ta. Her koyga salbi bendini. Civat pırangdar hayat. Her koyga salbi bendini. Bazıda sultan bulur. Bazıda kaydım kendini. Ne ekmadın? Oturuşka. Bazıda sultan. Sen kaçanlıcı oturuşka kopuşka deyip sürüyüverse, he? Sen oturuş kopuştan başkını bilmemse, şunun ornuna kitap okusan, bilim alsan olmamdı. Hey, sen bir oylap bakına, hazır kaygice, kaysı bir sazende bay yok, ötep bakın. Hey! Ustaz Ekke değil mi? Ekke! Bak sana Ekke de olsun be! Hey! Otur çıkmaya. Ekke değil mi? Ondan oldu mu? Hem de çöle. Sarı.
Çaptı etim moçelde Mandım kademde kurtuşum Kaldım uzakta beygide Mandım kademde kurtuşum Kaldım uzakta beygide Samandan ayırdı Karaza eldigen Dönmi samandan ayırdı Adı karaza eldigen Dönmi